Assalomu alaykum. Mening ismim Abduqodir va men Unicorn o'z loyihasining asoschilaridanman. Bizning loyihamiz yana yoshlarni tanitish va imkoniyatlar ochib berish va ularni global miqyosga olib chiqishdan iborat. Nima uchun Unicorn o'z? Bugungi kunda ko'plab iqtidorli yoshlarimiz mavjud va ular o'z imkoniyatlarini yaratish maqsadida biz Unicorn jamoasini tashkil etdik. Unicorn o'z jamoasi ularga bera oladi, ya'ni xalqaro grantlar, qanday qilib grantlar olish usullari. Bundan tashqari har xil kurslar bo'yicha ma'lumotlar, yana hamfikrlik va bundan tashqari biznes loyihalari bo'yicha investorlar bilan bog'lanishga ega bo'lishadi. Unicorn o'z oddiy platforma emas. Biz bu platforma bilan 3 yoshlarni 3 jihatdan qo'llab-quvvatlaymiz. Ya'ni birinchisiga to'xtaladigan bo'lsak, ma'lumot. Ya'ni universitetlar haqida grantlar, kurslar, tillar va boshqa ma'lumotlar haqida ma'lumot beramiz. Ikkinchisiga to'xtaladigan bo'lsak, bu jamiyat. Jamiyat bu ko'plab iqtidorli yoshlarni bir joyga to'plashdan iborat. Va uchinchisiga to'xtaladigan bo'lsak, bu rivojlanish, ya'ni mentorlik, startup va boshqa investor hamkorlar bilan bog'lanishdan iboratdir. Bizning orzumiz Unicorn o'z orqali mamlakatimizdagi yoshlarni nafaqat O'zbekiston bo'ylab, balki butun dunyo bo'ylab tanitishdir. Va O'zbekiston yoshlarini imkoniyatlari cheksiz. Biz shubhasiz ishonamiz va bunga Unicorn o'z jamoasi bilan biz qat'iyan yordam beramiz.